Assalomu alaykum yurtdoshlar, chorvadorlar. Mana bugun doktorimiz Baxtiyorjon keldi va sigirimizni tekshirib ko'rishi. Hozir mana Baxtiyorjon o'zidan ham bir ikki og'iz nima gap so'zligini eshitib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun sigirimizning ahvolini taftor ko'rishimiz uchun keldik. Sigirning ahvoli umumiy olanda o'rtacha. Juda ham zo'r emas, juda ham yomon emas. Bunaqa kasalliklar sekin astalik bilan ochilib ketadi, chunki ichkaridagi jarohati bo'ladimi, narsasi bo'ladimi? Bu qandoq shu ahvolat tushgan bo'lsa, shu ahvoldan chiqish darajasi ham xuddi shunday bo'ladi. Sekin astalik bilan o'zini oziqlantirish sharoiti, saqlash sharoiti, shu umumiy olanda egasining mehr berishiga qarab sekin astalik bilan bosqichma-bosqich xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Degan Ispaniyadan chiqqan ichki parazitlar uchun ukol dorisini qilamiz. Shu ichki qurtlar, gijjalardan mana nematodlar bor, trematodlar bor, sestodlar bor. Shunaqa parazitlarni yo'qotish uchun ko'pincha shu dori ishlatiladi. Eng yaxshi dori, effekti juda chiroyli effekti. Nima degan dori? Ranilol mana nimada ko'rsataman. Chorvadorlarimiz ko'rib olsinlar. Mana shu dori juda yaxshi ishlaydi. Chunki mana ichiradigan suyuqliklari bor. Ularga qaraganda ham bu ukolligi yaxshiroq ta'sir qiladi. Ikkinchisi mana bu antibakterial oksitetratsiklin LA degan dorisi bor. Bu Rossiya nimasidan chiqadi bu. Juda yaxshi dori. Effekti ham, nimasi ham yaxshi. Bu asosiy shamollashlar, ichki yiringlari yo'qotish uchun ishlatiladi. Hozir mana qilamiz. Bundan necha milligram uriladi bundan? Bu 10. bizlarda o'zi asosiy 2-3 xil dozasi bor. Mana eng past doza deydi, o'rta doza deydi, yuqori doza deydi. Bu sharoitda o'rta dozada qilamiz. Ya'ni 20 kilogrammga 1 gramdan qilib belgilab uryapman. 10 gramdan qilamiz. Bu o'rtacha 200 kilo atrofida sigirimizning живой vesi. Shuni hisoblab. Bo'ldi. Bu ikki tomondan urildi, ikkalasi ta'sir qilib, buni yana ham yaxshi ahvolga olib kelyapti. Yomon emas. Inshaalloh. Aytganlar-ku, harakat bizlardan, shifo Allohdan. Shu hech kimning moli kasal bo'lmasin. Har doim shu yaxshi kunlarda erin xizmatida bo'laylik. Faqat shu yaxshi kunlaring xizmatida bo'laylik. Yomon emas. Rahmat sizga ham doktor. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Mana shu xalqning xizmatidan charchamang iloyim. Hozir sigirimizga mana shu pishirgan bug'doy yorma bilan arpa yormadan tayyorlangan oshimizdan ozdan yeb ko'ramiz. Mana shu sigirni davolab bergan ukamiz Baxtiyorjonga avvalambor shuni voyaga yetkazib ta'lim tarbiya bergan ota-onasiga mingdan ming rahmat aytaman. Ana shunday o'z kasbining mutaxassisi, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan yoshlarimiz ko'payaversin. Albatta bunday yosh mutaxassislarning ko'payishi chorvadorlarning foydasi, bizning foydamiz isboti bilan. Agar shuning ichidagi temir olinmaganida shu sigirimiz nobud bo'lardi. Mana shu Baxtiyor ukamiz yo'limiz, masofamiz uzoq bo'lishiga qaramay kelib mana shu kun shu sigirimizdan xabar oldi. Kelib ukollarni qilib, yaxshi maslahatlar berib,
ko'rsatmalar berib ketdi. Baraka topsin. Ana shunday yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Shunday yosh kadrlar ko'payaversin. Albatta bundan o'zimiz manfaat topamiz. Shuning bilan efirimni yakunlayman. Kommentariyalarda qo'llab-quvvatlagan barcha yaxshi insonlarga, xursandchiligini bildirgan insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.